Milliy tiklanish demokratik partiyasining Xorazm viloyati kengashi yoshlar qanoti tomonidan o'zbek tili va adabiyot oyligi doirasida bugun yoshlarimizning davlat tilini qay daraja bilishligini o'rganish maqsadida Urganch davlat universitetida bexato yoz aksiyasini amalga oshiramiz. Bexato yoz aksiyasida jami 195 nafar yoshlar ishtirok etdilar. Ularning 169 nafari, ya'ni 87% imlo xatolariga yo'l qo'yishdi. Jumladan quyidagi so'zlarda xatolar kuzatildi: taassurot, mas'uliyat, mutaxassis, qat'iyat, innovatsiya. Ishtirokchilarning 26 nafari, ya'ni 13% xatosiz yozdi va partiyaning esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.